Bola sizlar bilan men Shohkim. Bugun biz sizlar bilan qotil qismini ikkinchi qismini olamiz. Let's go. Men qaralab nimaga qon suyaklar bor desanglar, men bitta odamni aldashtirdim va bu yerda mazza qildimda. Qaranglar, bu odamga o'xshayaptimi? Mening qonim ochib qoldi. Men odam go'shtini yevorayazgina. Uchta. Menga tashakkur. Odam go'shti mazzada. Mazza qilib suyaklarni yedim. Endi men jitellarni o'ldiraman. Men kiyim oldim o'zimga. Bolalar. Endi men o'zimga bo'ldim mana bu. Odam go'shtidan to'xtab ketdik bolalar. Voy Shohkim! Qochinglar! Qochinglar! Senin büyüklerini yiyişin gerekmiyor. Mazzaken. Yok, beni çekme! Mana senga. Yana kim bor? Lekin bu men. Shohkim! Iltimos, seni ko'ryapman, menga tegma. Nima deyapsan? Yo'q! Menga tegma, oyog'imga saqich yopishib qoldi, menga tegma. Oyog'im o'rib ketdi. Mana. Yo'q! Ay, qo'lim sindi, ay! Yana kim? Lekin bu meni ko'rmayapti hozircha. Nima bu? Qisillayotgan. Nima baliqmi? Men o'zi baliq tutmoqchi edim. Yo'q, baliq emas. Menimcha qochay. Qotil bo'lishi ham mumkin. Orqamda bir narsa qitirlayapti. Yo'q, qochaman. Bu qotil. Hoy. Nima? Mana. Yo'q, menga tegmasin qotil. Sizlar. Yana kimlar bor? Voy, sen qotil. Bu yoqqa kel. Tegma, iltimos. To'xtanglar bolalar. Poy qalayam. Bu nima bo'ldi bolalar? Voy tvar. Do'stlar, men sizlarga birinchi qismda aytgan edim. Boy qamoqxona quratgan edi. Lekin Sen kim eding? Voy, menga tegsang. Mana. To'xta. Qo'y, senga bir Nima deysan? narsani aytmoqchiman. Meni urma, iltimos. Menga pul berasan. Menda pul yo'q. Unda Yo'q, to'xta, senga bir narsani. Bolalar. Yana kim bor qishloqda? Voy. Hoy. Nima bo'ldi? Voy, sen qotil. Boy. Iltimos, sendan Boy qayerda? bir narsani so'ramoqchiman. Boy qayerda? Men boyni bilmayman. Sendan bir narsani so'ramoqchiman, iltimos, meni o'ldirma, to'xta. Qara menga. Ikki ko'zing bilan qara. Boy katta deymi? Mana boy senga. Bu jonkirni tuzog'i edi. Mana senga, meni urolmaysan. Nimaga deysan? Men qochdim. Mana sen. Yana kim bor? To'xtanglar. Boyimi
Hozir bo'ldi. O'tirib tashlayman. Qochinglar, yo'q, suvdan qocholmayapman. Hoy boy. Nima deysan? Sen nimaga qamoqxonani qurding? Sendan so'ramayman. Seni sevgiling bu. Ha. Da, sevgiling. Mana senga. Menga tegma, iltimos. Yo'q, Menga $1000 ber unda. menda yo'q. Mana senga. Qochinglar! Qayerga qochasan? Qayerga qochasan? Mana senga. Senlar jonimga tegib ketdilar. Hoy. Nima iltimos, menga tegma. Orqamdan sen qotilni iflos. Yo'q. Просто bular bildirmaydi deb o'ylashyapti. Do'stlar, men buni uyga borib ko'raman. Agar pullar va bir ikkita narsalar bo'lsa, olib qochaman. Bu yerda hech kim yo'q. Nima? Vau, Ha, bo'lganda. Ha, bozorga borgandim, kartoshka oldim. Ha. Qara, olov qotil. Yo'q, yo'q. Ular bizni o'ldiradi. Qoch. Vau, bo'la. $150 pul kimniki? Qo'y, iltimos, menga tegma, qotil. Senga uyimdan 3 tane. Nima edi? Aytmasang, bo'lasan. O'zi yuk kirganman. 3 ta izmirotim bor. Senga beraman shuni. To'xta, hozir sandig'imda. Men seni lekin bitta uraman. Yo'q, berdi. Senlarda-chi? Mana senlarga. Qo'y, yo'qol. Qotil, yo'qol. Senga endi o'lim, bolakay. Senga beraman dedim-ku, hozir sandig'imni qarab chiqdim. Yo'q. Mana senga. Mana. Mana senga. Bular meni aldamoqchi bo'ldilar. O'zicha bu yerda narsa yasaydi-da. Hoy boy. Do'sting boyvarga o'ldi. Eshityapsanmi? Nima? Qoch endi, beram, o'laman shekilli, qoch. Qanasan sen? Ahmoq, seni topaman. Topmaguncha qo'ymayman. Topdimmi? Yo'q, meni o'ldirma. Nimaga? Do'stimni o'ldirding. Iflos qotil sen, qotil. Seni politsiyaga beraman. Yo'qol, mana sen. Berolmaysan. Qani yur. Bola, qayerga tushib ketdimmi? Kim bor? Bu yer aslida mayli bo'lar. Kimlar bor mening go'shim bo'lishga deb ko'chib o'tdim keladi-da men. Odam go'shidan yeydi. Voy. O'zi qilyapman. Men odam o'ldirishga chiqaman. Bolakay. Hoy, kichkina bolakay. Oyi, qutqaring, oyi. Menga oyingni chaqir. Iltimos, amaki tegmang. Bu yoqqa kel. Sizga bir narsam bor. Nima narsang bor? Mana senga iqloq. Yo'q. Oyijon. Meni ham tamom bo'lyapti bolalar. Men ham kasalman, lekin men odam yashashdan to'xtamayman. Ketishyapti kechdan keyin meni odamni mazasini ko'chiraman. Bu o'sib chiqar ekan, ku bolalar. Nima qilaman men? Bu o'sib chiqar ekan. Vau, siyak. Odam
qo'llari va uning kallasi. Voy, ozgina dam olay. Kech bo'ldi shekilli. Endi o'q kiyimni yechish kerak-da, bolalar. Yechgandan keyin mana buni kiyish kerak. Kechda nima yedi men ko'rolmayman. Hammadan qoraman. Bolalar odam yashashga ketdik. To'xtaylar. Annen. Odamni oyog'isiz qayerga ketaman bolalar? Qani? Hozircha hech kim yo'q-ku. Yoki men odamlar yo'qoldimmi? Nimaga? Menga odam kerak. Agar bittagina odam topsam. Kim edi u? Men bu narsalardan qo'rqmayman. Bitta o'ldirib tashlab Vay, namchini zombilar spam bo'lib boshlayapti. Sen kimsan? Sen qotilmisan? Isming kim? Men ham sen bilan do'st bo'lmoqchiman. Hozir seni do'st qilaman. Men ham qishloqlarni yeb, zombiga aylantirishim mumkin. Yoki bo'lmasa, ularni yeb yuborishim mumkin. Sen rozimisan deyapman. Nima kerak? Nima ko'rding? Uraman. Seni biz aldadik. Hozir seni ikki yoqlama qilib yeb tashlaymiz. Hozir o'zingga yeyman Sen seni. o'zing ham odam ekansan. Odamlarni yeymiz. Nimaga do'stimni o'ldirasan? Sen ham bilasan. Endi men uxlayman. Hali ertalab bular ko'radi. Tishimni o'zi qotdim. Stay on. Sen jitillarni o'ldirgan iflos ekansan. Senchi? Men oddiy skeletman. Men jitil payti sen meni suyagimni chiqarib kesib tashlagansan. Yo'qol hozir. O'g'im cheksiz. Seni otib o'ldiraman. Yo'q, krapper. Yo'qol. Mayli. Nima qo'rqyapsanmi? Hoy, qotil!